tayyorlab berma, tugabdi-ku. Tezroq qo'y. Hozir. Tez tayyorlab, yaxshilab olib kel. Hozir es qilaman. Molga o'xshab yotisham jonga tegdi. Kimdir meni bir katta tashkilotga boshliq qilib qo'ysa, yo'q, men ko'rsavotman desam ham yo'q, siz tuhmat alansiz, boshliqsiz deb boshliq qilib qo'ysa, 8 ta kotibaman bo'lsa, ertalab 4 ta kechqurun 4 ta. Uyli. Keyin jo'ralarimga men panetka bersam, hayot haqida, qiyinchilik haqida ularga eshitib ta'zim qilsa, oyligiman bir 74 million bo'lsa, yo 76 million bo'lsa-mi? Men ochkizmasku, menga 76 million ham yetadi. Oyligim ko'paygandan keyin xotinni ham ikkita qilaman-ku, 76 million bo'laversin. Xotinga 74 million deyman, 76 million olaman. O'yle, ko'paygandan keyin shu xotinni ikkita qilish keladi xayolga. A few moments later. Bular shogirddan bo'layotganiga bir soatlar bo'ldi-da, shu hali yo'q nima shogird. Qayerdan chiqib ketdi-yu savzi. Ha, Toyirboy. Nima bo'ldi? Bor qancha bo'layotganini rassom tayyorlab ber dedim, bilmaysiz. Abba, hayolda ham bu ishga qo'ymaysiz. Qayerda usta? Xo'p. Nah,